Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda Anaconda dasturi va uning ichidagi Jupyter Notebook'ni o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Eng avvalo birinchi Google'ga kirib olamizda yozamiz Anaconda download deb yozamiz mana. Birinchi chiqqan faylni bosamiz mana. Bosganimizdan keyin download now deyapti, lekin buning uchun biz birinchi nima qilishimiz kerak? Get started qilib ro'yxatga o'tishimiz kerak. Google orqali o'taman deyapman mana. Google akkaunt yordamida akkaunt tanlayman, qaysi birini ma'qul ko'rsam va продолжitni bosamiz. Mana bizda Anaconda ga kirib oldik. Endi nima qilishimiz kerak? Anaconda Distribution Graphical Installer mana Windows 64 bit Graphical Installerning ustiga bitta bosamiz. Mana qayerga tushishini ko'rsating deyapti. Biz Robotsonni tanlaymiz mana. Va u yuklab olguncha ozgina kutamiz. Mana bu joyda yuklash jarayoni ketyapti. Bir muncha bu vaqt oladi, shuning uchun mana shu ketayotgan muddatni men pauza bosib turaman. Tugagandan keyin yana davom etamiz. Demak, mana faylimiz yuklab bo'lindi. Taxminan 10 minutlar vaqt ketdi menda. Endi o'sha tushgan joyidan buni nima qilishimiz kerak? Mana bunday qilib turib boshlagan bo'ladi. Mana bitta ko'rsatyapti bizga. Mana buni bosamiz endi. O'rnatishimiz kerak. Ozroq kutamiz. O'rnatilish oynasi ochilguncha kutib turamiz ozroq. Mana oynamiz ochildi. O'rnatilish tartibi deyarli hech joyga tegilmaydi. Faqatgina o'sha next keyingini bosib boraveramiz. Boshqa joylarni o'zgartirmaymiz. Hozir o'rnatilish ham tugaydi. Birgalikda keyin sizlar bilan buni ochib, Jupyter Notebook'ni o'rnatib, bunchidagi sellar bilan ishlashni nima qilamiz? Ko'rib o'tamiz. Mana o'rnatish jarayoni ham tugab qoldi. Ozroq kutamiz va Xudo xolasa Anaconda dasturimizni o'rnatish ham yakunlanadi. Demak, mana completed yozuvi chiqdi. Endi nextni bosamiz. Yana nextni bosamiz va oxirida finishni bosamiz. Mana you are all set, let's go started. Bo'ldi, hamma narsa o'rnatildi. Hamma narsa joy-joyiga tushdi. Endi biz hozir mana загрузка qilib bo'lgandan keyin endi nima qilamiz? Ishlashni boshlaymiz. Bizda o'zi avtomatik holatda ishga tushadi. Hozir mana sizlarga ko'rsataman. Men ikkinchi ekranimda bu jarayon ketyapti. Hozir ochilishi bilan mana ochildi. Demak, bizda Anaconda dasturi nima qildi? Ishga tushdi. Sign in for a coding help. Hozircha buni indamay turaveramiz. Bizga kerak emas. Mana PyCharm bor, VS Code'lar bor, ichida hamma narsa bor. Bizga asosiy kerak bo'lgani mana bu Jupyter Notebook. Launchni bosamiz. Launchni bosib buni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir
birmuncha baribir vaqt oladi. Mana bizda ochildi. Mana shu holatda ochiladi. Va keyin misol uchun mana ixtiyoriy papkalar, boshqa narsalar turibdi. Misol uchun aytaylik, mana desktop papkasiga kiramiz. Mishkani o'ng tarafini bosib, new notebookni bosamiz mana. Ya'ni yangi notebook yaratmoqchimiz. Va no kernel desak ham bo'ladi, xohlasak mana shu holatda selectni bossak ham bo'laveradi. Endi o'zi aslida bosish kerak, chunki kernel bu mana shu Jupyter notebookimiz orqasida qilinayotgan amal nima bo'yicha? Python 3 dan yuqori versiyalar bo'yicha bajarsin degan. Misol uchun a barobar 5, b barobar 4, c barobar a plus b. Misol uchunda endi ixtiyoriy bir kod. Keyin nima qilamiz? Print c deymiz va kodimizni run qiladigan bo'lsak, natija chiqdi. Alohida sellar bo'yicha nima qilib boraveradi? Mana shift enter ni bosib boraversam, mana bu kodni run qilish shift enter bilan bo'ladi. Buni bilasizlar. Demak, mana bizda hozircha muhitlarimiz tayyor bo'ldi. Demak, endi bu yog'iga kod yozishni ham boshlayveramiz.